Assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz autizm spektr buzilishi haqida umumiy tushuncha va tarixi. Bugungi rejalarimiz autizm spektr buzilishi nima? Autizm tushunchasining kelib chiqish tarixi, autizm spektrining asosiy belgilari va simptomlari. Autizmning sabablari haqida fan bugun nimalarni biladi? Tashxis qo'yish va baholash usullari. Zamonaviy yondashuv va qo'llab-quvvatlash. Umumiy tushuncha. Autizm bu miya rivojlanishining o'ziga xosligi bilan bog'liq bo'lgan holat bo'lib, u insonning boshqalar bilan muloqot qilish, ijtimoiy munosabatlarga kirishish, dunyoni anglash usuliga ta'sir qiladi. Autizm tarixi nisbatan qisqa, ammo murakkab bosqichlarni bosib o'tgan. Masalan, 1911-yilda shvetsariyalik psixiatr Eigen Bleyler ilk bor autizm terminini yunoncha autos o'z ichiga yopilib olish holatini tasvirlash uchun ishlatgan. 1943-yilda AQShlik shifokor Leo Kanner erta bolalar autizmini alohida sifatida tavsiflagan. 1944-yilda avstriyalik olim Hans Asperger yuqori intellektga ega, ammo ijtimoiy qiyinchiliklari bor bolalar haqida yozgan. Bu Asperger sindromi deb ataladi. Bunda o'g'il bolalar qiz bolalarga nisbatan 4 barobar ko'proq autizm sindromiga chalinishadi. Autizmni 3 ta asosiy yo'nalish bo'yicha aniqlash mumkin. Bular ijtimoiy muloqot, nutqiy qiyinchiliklar va takroriy stereotipik harakatlar. Hozirgi vaqtda autizmning yagona aniq sababi topilmagan, biroq olimlar quyidagi omillarni ko'rsatishadi. Genetika yuzdan ortiq genlar autizm rivojlanishiga ta'sir qilishini isbotlagan. Tashxis qo'yish va davolash. Bunda bolaga 18-24 oylikda erta tashxis qo'yish mumkin, chunki bunda belgilar aniq ifodalana boshlaydi. Testlar ADIS va ADR kabi xalqaro oltin standartga asoslangan testlar orqali aniqlash mumkin. Qancha erta aniqlansa, bola ijtimoiy hayotga shuncha tez kirib boradi. Autizmni davolash emas, balki bolaga yordam berish kerak. Bunda ABA terapiya, inklyuziv ta'lim, nutq terapiyasi yordamga keladi. Autizm kasallik emas, bu holat hisoblanadi. Ya'ni uni dori-darmon bilan davolash mumkin emas. Buni faqatgina ijtimoiy hayotga ko'maklashtirish orqali davolash mumkin. Bunda autizmda 6 ta muhim eslatmani aniqlash maqsadga muvofiq. Bunda har bir bola alohida takrorlanmas ekanligi, intellektual salohiyati turlicha ekanligi, yomon tarbiya sabab bo'lmasligi, muloqot faqat so'zlar bilan emas, noverbal bo'lishi mumkinligi hamda vaqt eng oliy hakam ekanligini unutmaslik lozim. Eng mashhur autistik bolalar bo'lgan mashhurlarni eslatib o'tamiz. Bular Albert Einstein va Isaac Newton, Elon Musk va Temple Grandin. Autizm bolalarining aksariyati sensor integratsiyasi buzilgan bo'ladi. Bu ikki ko'rinishda: gipersensitivlik, hiposensitivlik va bularni o'z o'rnida davolash orqali autizmga katta yordam berish mumkin. Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, autizm spektridagi har bir inson bu hali ochilmagan qirralarga boy bir dunyo. Biz ularni qanchalik ko'p tushunsak, dunyomiz shunchalik rang-barang va insonparvar bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.